Barchaga assalomu alaykum. Demak, quyidagi videomizda o'tgan darsda gaplashgan neyrologiya fanimizda gistologiya bo'limini ozgina davomi qolib ketgan. Ana shuni qisqacha gaplashib o'tamizda, keyin uyqu fiziologiyasiga o'tib ketamiz. Demak, hozir birinchi bo'lib gaplashib oladigan topigimiz gistologiya qismini qolgan qismi, ya'ni blood-brain barrier, ya'ni o'sha gematensefalik barrier haqida gaplashamiz va uni xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. E'tiborimizni quyidagi rasmga qaratamiz. Blood-brain barrier. Bu rasmda mana ko'rib turibsizlar, mayda qon tomiri ko'rsatilyapti, ya'ni kapillyarlar. Va kapillyarlarda o'z navbatida mana bo'shlig'i va unda qon oqib yuradi. Va atrofini o'rab turgan mana bu halqa hujayralarni ko'rib turibsizlar. Demak, mana shu hujayralar qatori barrier deb nomlanadi. Ya'ni qon va neyron o'rtasidagi to'siq. Bu yerda neyron ko'rsatilmagan. Neyron mana bu astrositlarga bog'langan bo'ladi. Va astrositni oyoqchasini ko'ryapsizlar, qon tomiriga bog'lanadi va bu joyda qon kelib turib, astrosit orqali neyron bilan bog'lanish paydo qiladi. Demak, endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Blood-brain barrier, mana shu qon va neyron o'rtasidagi barrier bizga qanday yordam beradi va qanday tuzilgan. Demak, bu yerda bir qancha xususiyatlari ko'rsatilyapti. Bir qancha qondagi substansiyalarni sirkulyatsiya qilib, neyronga o'tishini oldini oladi, ya'ni to'sib turadi. Mana bu barrierning funksiyasi tanlab o'tkazuvchanlik. Ya'ni qondan kelgan hamma yoqda ham o'tkazavermaydi yoki tanlab o'tkazadi desak ham to'g'ri bo'laveradi. Mana misol uchun bakteriyalar va har xil dori vositalari qon bilan aylanib keladi, lekin mana shu barrier tufayli nerv tizimiga o'ta olmaydi. Va bu kapillyar lumendan ko'pincha o'tgan suyuqlik plazma neyron oziqlanishiga ketadi va xuddi mana shu kapillyarlar orqali barrier yordamida ko'ryapsizlar, mana cerebrospinal fluid, ya'ni orqa va bosh miya suyuqligi ham xuddi mana shunday sistema orqali filtrlanib o'tadi. Ya'ni biz buni oldingi darsimizda gaplashganmiz. Qorinchalar tizimida maxsus epinemal hujayralar bor edi. Ularning nomi bo'lsa horoid plexus deyilardi. Ana shu horoid plexuslarda ham xuddi mana shunday barrierlar yordamida qonning ma'lum bir qismi filtrlanib o'tib turib, o'sha bosh miya, orqa miya suyuqliklari paydo bo'lardi. Demak, mana shu blood-brain barrierda o'ziga xos 4 ta strukturasi bor ekan. Har doim barrierlar haqida gaplashayotganimizda, mana shu qon tomir devori endoteliyalar doim qavati bitta barrierning bir qismi bo'ladi. Nimaiki barrier haqida gaplashayotgan bo'lsak, demak, birinchi qavat mana shu kapillyar devoridagi mana endoteliy hujayralari hisoblanadi. Demak, mana ko'ryapsizlar, tight junctions between non-fenestrated capillary endothelial cell, ya'ni non-fenestrlangan. Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketaman. Mana bu kapillyarlardagi endoteliy hujayrasi, mana ko'ryapsizlar, bitta hujayra mana bu yadrosi mana bunday holatda qoplab oladi. Ya'ni juda ham mayda qon tomir bo'lganligidan bitta endoteliy hujayrasi, mana ikkita endoteliy hujayrasi deyarli bitta bir-biriga qo'shilib turib, kapillyar bo'shlig'ini hosil qiladigan darajada kichik. Mana shu endoteliy hujayralari bir-biriga qattiq bog'langan. Mana bu bog'langan qismlarni ko'ryapsizlar, orasida hech qanday teshik yoki yorug' yo'q. Bu narsani non-fenestrlangan endoteliy hujayralar deb ataladi. Ya'ni fenestrlangan deganda teshik bo'ladi. Tasavvur qilsak, mana bunda endoteliy hujayrasi bo'lsa, mana bu ikkinchisiga bog'langan paytda orasida mana bunday teshik hollar, ya'ni yorug'lar bo'ladida, bu lumenga bog'liq tashqi tomonga qonni boshqa qismlarini chiqarib yuborishligi mumkin. Buni fenestrlangan kapillyarlar deb ataladi. Ko'pincha buyrakdagi glomerular apparatda ham fenestrlangan kapillyarlar bo'ladi. Lekin blood-brain barrierda non-fenestrlangan va bir-biriga qattiq bog'langan endoteliyalar mana bunday birinchi qavatni tashkil qiladi. Ikkinchi qavat endoteliyalarni atrofini o'rab turuvchi bazal membranasi. Har doim qon tomiri endoteliyasining ostida bazal membranasi joylashgan bo'ladi. U maxsus tuzilmadan iborat bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, bazal membrana. Bu bazal membrana mana bu endoteliyalarni ham bir-biriga yopishtirib turadi, ham ularni jipslab turadi, ya'ni himoya vazifasini ham bajarib beradi. Va o'ziga xos bo'lgan oldin gaplashmagan hujayramiz bor, perisit degan hujayralarimiz bor. Mana shu perisitlar, mana bu yashil hujayrani ko'rib turibsizlar, mana yadrosi, mana qon tomirida bazal membranasining tashqi qismidan mana bunday holatda o'rab olgan holatda turadi. Hop, endi bizga savol tug'iladi. Bu perisitlar qayerdan kelgan va uning asosiy vazifasi nima? Perisit hujayralari kelib chiqish jihatdan aniq bir asosi yo'q, lekin ko'pincha
fibroblast hujayralari ham deyiladi yoki muskul hujayralari ham deyiladi. Buni sababi ham fibroblastlarga o'xshab turib tashqi tomondan support vazifasini bajarib beradi, ham maxsus muskul hujayralarga o'xshab turib qisqaruvchanlik vazifasini ham bajaradi. Bu qisqaruvchanlik vazifasini bajarish orqali mana bu kapillyarni bo'shlig'ini toraytirib kengaytirish natijasida qon oqimini nazorat qildirib beradi. Va mana shu kapillyar mabodo shikastlanib qolganda buni himoya vazifasini ham o'taydi va tiklanishga yordam beradi. Ba'zi bir holatlarda yallig'lanish prosesida ham immun javob vazifasini ham bajarib berishi mumkin. Demak, perisitlar ko'p funksiyali hujayralar hisoblanadi. Ayniqsa mana shu miyadagi blood brain barrierda juda ham ko'p. Va perisitlarda tashqi tomonda mana bunday astrosit hujayralarning oyoqlari bog'langan. Ya'ni astrosit bitta qo'li bilan qon tomiriga, ikkinchi qo'li bilan neyronga bog'lanadi deb undan oldingi rasmda sizlarga ko'rsatgandim. Demak, 4-struktura bu astrositlarning oyoq o'siqlari. Demak, biz bilib oldik blood brain barrier qanday tuzilmalardan tashkil topganligini. Ana endi bir qancha o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Bir narsani bilib olishligimiz kerak, mana shu blood brain barrier o'zi struktura jihatdan lipid tabiatli bo'lganligi uchun yog'da eruvchi yoki tabiati lipid bo'lgan moddalarda juda ham tez diffuziya yo'li bilan o'tkazib beradi. Diffuziyani hammamiz yaxshi bilamiz, ya'ni konsentratsiyaga qarab ko'p joydan kam joyga moddalarni siljishi. Demak, mana e'tiborlarni qaratinglar. Non-polyar, umuman zaryadga ega bo'lmagan yoki yog'da eruvchi substansiyalar diffuziya yo'li bilan juda ham tezlik bilan o'tib ketadi. Boshqa zaryadli molekulalar bo'lsa, tanlab o'tkazuvchanlik bilan o'tganligi uchun juda ham sekin o'tadi. Mana ko'rib turibsizlar, endi ba'zan glyukoza va aminokislotalar ham o'tishiga to'g'ri keladi, chunki neyron hujayralari ham doimiy ravishda glyukoza bilan oziqlanadi. Lekin glyukoza to'g'ridan to'g'ri zaryadli bo'lganligi uchun blood brain barrierdan o'ta olmaydi va o'zini maxsus transportyorlari bo'ladi. Demak, biz endokrinologiya darslarimizda ham gaplashganmiz, o'zini GLUT deb nomlangan transportyori bo'ladi. Mana misol uchun mana bu o'sha blood brain barrier membranasi tasavvur qilsanglar, mana bunday darvozalar bo'ladi. GLUTlar. Bu o'sha glyukoza transportyorlari maxsus oqsillar hisoblanib, aynan mana shu darvozalar yordamida glyukoza va boshqa aminokislotalar ham o'tishi mumkin bo'ladi. Ana endi shu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bizni bosh miyamizda sirkumventrikulyar organlar bor. O'z nomidan kelib chiqyapti. Sirkumventrikulyar degani miyani qorinchalar tizimini yon atrofida joylashgan organlar. Ya'ni o'sha miya tuzilmalari bo'ladi. O'sha lateral qorincha, 3-qorinchani atrofida joylashgan bo'ladi. Va bu sirkumventrikulyar organlarda o'ziga xos xususiyati bular fenestrlangan kapillyarlardan iboratligi. Fenestrlangan kapillyarlar mana bu blood brain barrierdan farq qilib, mana bunday holatda endotelisi mahkam birlashmagan. O'ziga yarasha mana bunday hollari bo'ladi, ya'ni yoriqlari bo'ladi. Va o'z navbatida bundan bemalol minerallar, moddalar o'tib keta oladi. Ya'ni bu joyda yo fenestrlangan kapillyar bo'ladi yoki umuman blood brain barrier bo'lmaydi. Va bu bo'lmasligining ham o'ziga xos foydalari bor. Bu organlar qaysilar? Ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi bo'lib area postrema deb nomlangan o'sha miyani qismi bo'ladi. Bu asosan qusish markaziga bog'liq. Ko'pincha kimyoterapiyadan keyin, o'sma kasalliklarda dori-darmonlar olgandan keyin, hemoterapiyadan keyin qusish sodir bo'ladi. Va bu qusish o'sha kimyoterapiya moddalarini qondan to'g'ridan to'g'ri o'sha area postremaga borib turib, hech qanday to'siqlarsiz shu joyda stimullab ta'sir ko'rsatganligi uchun bizda shu refleks kelib chiqadi. Yoki boshqa organimiz OVLT deb nomlanadi. Organum vasculosum lamina terminalis. Ya'ni bu gipotalamusda yonverida joylashgan maxsus miya qismi hisoblanib, osmoretseptorlarga sezuvchan bo'ladi. Ya'ni biz mana aytib o'tdik, kapillyarlarning ichida natriy ioni, kaliy ionlari bor, lekin mana bu baryer bo'lganligi uchun kaliy natriy ionlari zaryadli bo'lganligi uchun xohlasa kira olmaydi. Lekin aynan mana shu OVLT da natriy kaliy ionlari bemalol ichkariga o'ta olganligi uchun, baryer yo'qligi uchun osmolyarlikni seza oladi va u joyda osmoretseptorlar joylashgan va endi plazma osmolyarligi qanday o'zgaryapti, yuqorilab ketdimi, kamayib ketdimi, shunga qarab turib biz organizmimiz o'ziga yarasha mana ko'ryapsizlar, neyrogipofizdan ADG, ya'ni antidiuretik gormonni ishlab chiqarishi mumkin. Aytib o'tib ketishim kerak, misol uchun ADG ning asosiy vazifasi o'z nomi bilan antidiuretik, ya'ni o'sha CD ishlab chiqarilishiga qarshi bo'lgan gormon. ADG ishlab chiqarilsa, CD dan ko'p miqdorda suyuqlik yana qaytadan qonga tortib olinadi. Misol uchun natriy ionlari, mana qonda tasavvur qilinglar, natriy ionlari miqdori oshib ketdi
va bu qonda osmolarligini oshirib yubordi. Va natriy ionlari endi aylanib turib o'sha miyadagi mana shu OVLT organum vasculosum lamina terminalis qismiga yetganda osmoretseptorlar sezadi natriy ionlarining juda ham ko'payib ketganligini, osmolarlik yuqori bo'lib ketganligini. Endi bu sezgandan keyin o'z navbatida aytib o'tdim, bu gipotalamus, gipofiz yonveridagi organlar bir-biriga ta'sir ko'rsatib turib, mana o'sha ADG gormoni neyrogipofizdan ishlab chiqariladi. Va ADG bu asosiy vazifasi suyuqlikni tortib beradi-da, endi mana bu natriy ionlarini suyultirish vazifasini bajarib beradi. CDdan juda ham ko'p suvni o'ziga tortadi va yana osmolarlikni normaga keltiradi. Xuddi mana shu sezgirligi ham osmoretseptorlarda mana shu miyadagi blood brain barrierni yo'qligi bilan bog'liq. Biz endi keyingi darslarimizda BBB deb ham ketamiz, qisqartirib blood brain barrier yoki gematoensefalik barrier deb ataladi. Ko'pincha mana shu barrier disrupsiya bo'lganda, buzilganda tashqi tomondan misol tariqasida stroke, ya'ni insultlarda buziladi. Ya'ni o'sha gemorragik qon ketishlar bo'lishi mumkin, ishemik qon ketishlar bo'lishi mumkin va shuning natijasida vazogenik edemalar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Vazogenik edema o'sha qon tomiri yorilgandan keyin qon ichidagi suyuqliklar miyaning ichiga o'tib ketishi mumkin yoki har xil ionlar disbalansi hisobiga shishlar kelib chiqish holati. Ko'pincha stroklardan keyin miya shishlari ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda giperosmolyar agentlar ham o'zi, misol uchun mannitol. Mannit ko'pincha bilasizlar, o'sha tanadagi ortiqcha miqdorda bosim bo'lganda, intrakranial bosim yoki ko'z ichki bosim yuqori bo'lganda suyuqlikni tashqariga chiqarib yuborish vazifasini bajarib beradi. Ba'zan mana shu mannitolni o'zi ham blood brain barrierni buzib qo'yadi o'tkazuvchanligini. Ya'ni disrupsiya qilib tashlaydi. Shuning natijasida boshqa dorilarga nisbatan o'tkazuvchanlik oshib ketadi. Mana misol uchun tasavvur qilinglar, mana blood brain barrier o'rab turibdi miya strukturalarini va qon tomirda keladi, mannit keladi. Biz ko'pincha o'sha mannitolni beramiz. Ko'z ichi bosim oshib ketganda yoki intrakranial bosim oshib ketganda beramiz. Ba'zi holatlarda mana shu blood brain barrier mannitolni o'zi ham disrupsiya qilish natijasida ba'zan mannitolni o'zi ham miyaning ichiga kirib ketishi mumkin. Va shuning natijasida o'ziga suvni tortib olishligi ham mumkin, edema keltirib chiqarishi ham mumkin va disrupsiya qilish hisobiga boshqa dori-darmonlarni ham miyaga o'tkazib yuborishi ham mumkin bo'ladi. Demak, shu narsani ham bilib olishligimiz kerak. Bu narsalarda hammasini sizlar bilan stroke mavzusida gaplashamiz, ya'ni turlari, insult bo'lganda qanday ishlar kelib chiqishi, shularni batafsil gaplashamiz. Hozir biz bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa blood brain barrier o'zi nima, asosiy vazifasi nima va ba'zi bir organlar bor ekanki, ana shu qismlarda blood brain barrierlar bo'lmas ekan. Mana bu rasmga e'tiborimizni qaratsak, yuqorida aytganimiz OVLT deb nomlangan organimiz aynan mana shu joyda joylashgan. Demak, ko'ryapsizlar, mana bu joyda thalamus joylashgan, undan keyin gipotalamus va mana gipofiz. Aynan mana shu organ OVLT deb nomlanadi va osmoretseptorlarga juda ham sezuvchan bo'ladi. Ana endi navbatdagi slaydimizda sizlar bilan qusish markazi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, qusish markazi o'zi qayerda degan savol tug'iladi. Qusish markazi uzunchoq miyada joylashgan bo'lib, asosan mana bu nucleus tractus solitarius deb nomlangan mana bu siyohrang yadro tomonidan boshqariladi. Xo'p, o'zi yadrolar nima degan savol ham tug'iladi. Yadrolar mana shu miyaning ichidagi tuzilmalar bo'lib, asosan neyronda somasi bosh qismlari yig'ilib turgan asosiy joy va impulslar shu joyga qabul qilinadi yoki shu joydan boshlanadi. Qolgan barchasi nerv yo'llari bo'ladi. Demak, yadro tasavvur qilishimiz kerak, bir nuqta bo'lishi ham mumkin yoki mana shu miya tuzilmalari ichida joylashgan uzun shakldagi yadro ham bo'lishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, mana bunday tuzilma bo'lsa mabodo. Mana shu bitta miyada joylashgan yadro. Buni joylashuvi ko'ndalang kesmasini bitta kessanglar, mana bu ko'prik qismida ham ko'rinaveradi. Bu yadro o'rta miya qismida ham ko'rinaveradi va yana ham pastroqqa tushib ketib turib, mana bu kessanglar uzunchoq miyada ham ko'rinaveradi. Ba'zi bir holatlarda ko'pchilik adashtiradi, ya'ni yadrolar kichkinagina nuqta, ya'ni no'xatday bo'ladi va o'sha joydan impuls chiqadi deb o'ylaydi. Lekin mana shunday uzun-uzun yadrolar bor deb tasavvur qilsak, endi bu yadrolar bir qancha nervlarning yadrosi bo'la olishi mumkin. Ya'ni mana shu yadroning o'zidan 10-nerv ham, 9-nerv ham chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday nucleus tractus solitarius ham nervus vagusning yadrolaridan biri. Yadro nimaligiga tushundik. Endi mana shu uzunchoq miyadagi nucleus tractus solitarius deb nomlangan yadro bizni qusish
markazimiz hisoblanadi va qusish aktimizga javob beradi. Endi mana shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, qusish refleksi qanday paydo bo'ladi? Nimalar hisobiga inson qusadi? Ya'ni ovqat mahsulotlari hisobigami, harakat hisobigami yoki dori-darmonlar hisobigami? Ya'ni buni sabablari juda ham ko'p. Endi buni birma-bir ko'rib chiqamiz. E'tiborimizni quyidagi rasmga qaratsak, mana shu nucleus tractus solitarius bir qancha joylardan impuls qabul qilyapti. Misol uchun mana cerebral cortex. Cerebral korteksdan ham to'g'ridan-to'g'ri impuls qabul qilishligi mumkin. Ya'ni miya yarim sharlaridan qanday impuls qabul qilish mumkin? Tasavvur qilinglar, inson ba'zi bir holatlarda stress hisobiga ham yoki juda ham qayg'u hisobiga ham ba'zi bir holatlarda shunchaki hali hid bo'lmasa ham, tam bo'lmasa ham biror bir narsani xayoliga keltirish yordamida ham ko'ngli aynib turib qusish refleksi paydo bo'lib qolishligi mumkin. Shunda to'g'ridan-to'g'ri mana shu miya yarim sharlaridan qusish markaziga impuls boradi va borgandan keyin endi mana shu qusish markazi aytib o'tdim, bu nervus vagusning yadroviy vazifasini ham bajaradi. Ya'ni ham sezib turib, ham harakat vazifasini bajaradi va nervus vagus bilasizlar, oshqozon hazm trakti, diafragmani innervatsiya qiladi va qusish refleksi kelib chiqadi va o'sha qayd qilib oddiy stress hisobiga ham, o'y-xayol hisobiga ham qayd qilishi mumkin bo'ladi. Keyingisi mana rasmda ko'rib turibsizlar, vestibulyar tizim. Vestibulyar tizim bizning ichki qulog'imizda joylashgan mana bu chig'anoq va mana bu ko'ryapsizlar vestibulyar apparatimiz, muvozanatga ta'sir qiluvchi apparat. Va bu apparat qachon ko'ngil aynish refleksini, qusish refleksini keltirib chiqaradi desak, ko'pincha kemaga chiqqanimizda bo'lishi mumkin. Misol uchun har xil chayqalavergandan motion sickness degan kasallik kelib chiqadi. Yoki sizlar biror bir attraksionda uchganlaringda bo'ladi bu narsa. Agar attraksion juda ham balandga olib chiqsa yoki aylantirib yuborsa, odamni ko'ngli aynib ba'zan qusishi ham mumkin. Ya'ni bu harakatga bog'liq bo'lgan qusish va buni retseptorlari muskarinik M1 va gistaminda H1 retseptorlari hisoblanadi. Bu ham mana shu mediatorlar yordamida dastlab mana shu ichki quloqdagi 8-nerv, ya'ni vestibulokoxlear nervni stimullab turib, o'z navbatida bundan impulsni nucleus tractus solitariusga olib keladi va shu yerda qusish refleksi kelib chiqadi. Demak, shu yerda kelib chiqadiki, sizlarda mana motion sicknessda, ya'ni o'sha kemada yurgandagi kema kasalligida yoki attraksionlarda uchganda paydo bo'ladigan ko'ngillanishda qaysi dori beriladi qusishda desa, H1 blokatorlari va M1 blokatorlari beriladi desanglar, sizlar to'g'ri topgan bo'lasizlar. Demak, H1 antigistamin dorilarimiz, ya'ni bu dorilarni ko'pchiligimiz eshitganmiz va bilamiz. Misol uchun difengidramin hamma biluvchi, ikkinchi avlod bo'lishi mumkin, H1 antagonistlari, loratadinlar bo'lishi mumkin, cetrizillar bo'lishi mumkin. Mana shular ham qisman mana shu harakatga bog'liq bo'lgan qusishni anchagina kamaytirib beradi. Va keyingisi qusish markazi oshqozon hazm traktidan ham olish mumkin. Oshqozon hazm traktida bilamizki, mana serotonin ishlab chiqariladi. Bu serotonin gormoni, ya'ni serotonin neyrotransmitteri nervus vagus qitiqlash hisobiga mana shu nucleus solitarius tractusga olib keladi va qusish refleksi kelib chiqadi. Serotonin bilan bog'liq bo'ladi ko'pincha oshqozon hazm traktidan kelayotgan impuls. Ana endi e'tiborimizni mana bu joyga qaratamiz. Bu joy area postrema deb nomlanadi. Hemoretseptorlardan trigger zonasi hisoblanadi. Ya'ni mana shu nucleus solitarius tractus orqasida joylashgan uzunchoq miyada 4-qorinchani pastki qismida joylashgan bo'ladi maxsus qism area postrema. O'z navbatida quyidagi retseptorlardan iborat bo'ladi. Ya'ni dopaminning ikkinchi retseptori, serotonin va neyreknin retseptorlari bo'ladi. Bu ko'pincha hemoterapiyadan keyin paydo bo'lgan qusishlarga javob beradi. Ham area postremada bu yerda blood brain barrier bo'lmaganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri qondagi o'sha kimyoviy moddalar ham ta'sir ko'rsatib, bundan yondosh mana bu nucleus tractusga o'tib turib qusish refleksini keltirib chiqarishi ham mumkin, yoki tananing turli qismlaridan nerv tizimi orqali mana shu retseptorlar yordamida qo'zg'aladi. Ya'ni buni CTZ deb nomlanadi. Mana ko'ryapsizlar, CTZ. Bu hemoretseptor trigger zona deyiladi yoki boshqacha nomi area postrema. Bu tananing turli qismlaridan dopamin 2, 5-HT3 va neyreknin deb nomlangan moddalardan, ana shu retseptorlardan impulsni qabul qilib turib, mana shu nucleus tractus solitariusga olib keladi va qusish refleksini keltirib chiqaradi. Demak, sizlarga aytishim mumkin, misol uchun juda ham ko'p ko'rgansizlar, metaclopramid degan dori bor, ya'ni Seroquel. U dori dopaminda antagonist bo'lganligi uchun, mana shu dopaminda bloklaganligi uchun
Area postremadagi faoliyatni anchagina kamaytiradi va qusish va ko'ngillanishni kamaytirib beradi. Bu dori o'sha kundalik hayotimizda ko'p ko'rganmiz, ko'ngillanayotganda, qusayotganda beriladi. Demak, sizlar aytishlaringiz mumkin bo'ladi. Umumiy qilib, Nucleus tractus solitarius biz organizmimizdan keladigan 5 ta retseptordan o'zini impulsini qabul qiladi. Demak, muskarinik M1 va gistaminda H1 retseptorlari bular asosan ichki quloqdan keladi. Keyingisi gastrointestinal tizimdan serotonin retseptori, qolgani area postremadan dopamin, serotonin va neyrokinin retseptorlaridan impuls qabul qiladi. Va biz bu qusishni va ko'ngillanishni kamaytirish uchun mana shu retseptorlarni bloklab qo'ysak, mana Nucleus tractus solitariusda shu retseptorlardan kelayotgan impulsni qabul qilishini bloklab qo'ysak, qusishni oldini olamiz. Demak, mana bu joyda yozgan. Yaxshiroq e'tibor bersak, hozir ko'rib chiqamiz. 5-HT3, dopamin 2, neyrokinin 1 antagonistlari ko'pincha mana kimyoterapiyadan keyin bo'ladigan qusishni oldini olib turadi, deyapti. Va mana H1 va M1 antagonistlari motion sicknessda yordam beradi. Ya'ni motion sickness bu o'sha aytdim, attraksionlarda, kema kasalliklarida, samolyotda paydo bo'ladigan qusishlarda, ko'ngillanishlarda oldini oladi. Va H1 antagonistlari ko'pincha ba'zi bir holatlarda hyperemesis gravidiumni davolashda ham ishlatiladi. Hyperemesis gravidium bu homiladorlik paytida ko'pincha egizak farzand ko'radiganlarda yoki homiladorlikda ayniqsa birinchi 3 hafta 8 hafta paytida, ya'ni toksikoz bo'ladigan hafta paytlarida juda ham ortiqcha miqdorda qusish refleksi paydo bo'ladi ayollarda. Ana shuni davolashda ham H1 antagonistlari bersak bo'laveradi. Demak, sizlar qusish markazi haqida ham umumiy tushunchaga ega bo'lib oldinglar. Ya'ni tanani oshqozon hazm trakti, ichki quloq, ya'ni o'zi maxsus hematerapiya o'sha kimyo retseptorlardan tashkil topgan trigger zonalardan impuls qabul qilib turib, keyin qusish akti kelib chiqadi deb tushunib oldinglar. Qachon qaysi dori berishi mana shunga qarab berilaveradi. Demak, mana shu ma'lumotlar bilan biz neyrologiya bo'limini gistologiya qismini yakunlaymiz. Navbatdagi videoda biz uyqu fiziologiyasi haqida gaplashamiz.